Dollar ishqibozlari darhol ogoh bo'ling, O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 15 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 95,37 so'mga ko'tarilib, 14,194,50 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 0,13 so'mga tushdi va 151,77 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 50,48 so'mga oshdi va 12,097,93 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.